bilan Hullum Jon va biz bugun planetalarimizning 3-seriyasini olamiz. Qani unda go! Ikkinchi qismni hamma ko'rgan bo'lsa kerak, chunki biz mana bu yerga boramiz degandik. Ammo bugun aniq boramiz. Buning uchun sanalab o'tamiz. Afsuski toshdagi hamma narsalarimizni zombilar tushirib yuborgani uchun, ya'ni bizni o'ldirib tushirgani uchun qaytadan qurib chiqamiz. Faqat undan oldin biz daraxtli joyga borishimiz kerak bo'ladi. Olamiz daraxt urug'ini va kalla yurtiga qarab ketamiz. Shu shotdan tushamiz. Yaxshi. O'tga tapadan kattaga yurtiga bormasam oldin uyqu ketdik. Nima ballo hali ham ertalab bilmadimmi yoki meni ko'zimga shunday ko'rinyaptimi? Voy dod, bu suvdagi yaramas. Voy yaramaslar. Make yo'qmas. Asabimga tegma yo'laman. Masanga qatasan. Make asabimga tegma dedim-ku. Asabimga tegsang yomon qilaman bala. O'zingga yomon bo'larsan deysang. Ana endi yaxshiroq ko'rinmoqda. Stop. O'zim qayerda bormoqchi edim? Mana bu yerda bormoqchi edim. Endi hech qayerga chiqib ketyapman-da. Choqolaqim. Albatta bu qo'yib qo'ydim. Hozir shuni to'ldiramiz. Yemam uni. Bo'ldi. Daraxt chopishni boshlaymiz, obunachilarim. Hali biz bunday nima desam endi, bunday Minecraftga Ender Dragon'ni o'ldiramiz. Ancha osonroq bo'ladi, faqat temir topish problema bo'lmasa bo'ldi. Temir topish problemaligicha qolyapti. Temir bloklarni hali ham topolmadim. Chunki temirlarni ko'rmayapman. Afsuski, mayli, bu yerda anchagina planetalar, ya'ni sayyoralar bor. Lekin biz hammasini ko'zdan kechirishga ulgursak kerak. Baqirayman menga. Hozir datlarni topdiman. Temirli planeta qayerda ekanini bilib olsam, ishim ancha osonroq bo'lar edi. Afsuski temirli planeta qayerda ekanini bilmayman. Mayli. Aytgancha o'tgan qismda sizlarga mana bunday magmalar sizlar qanday qilib jonni ketmaslik haqida gapirib berayotgandim. Xo'sh, magmalar ustida jon ketmaslik uchun magmalar ustidan yurib o'tish kerak. Rostdan yuritsang va pishim magmalar jon ketolmay yurib o'tsang. Shuning yurib o'tish kerak magmalar ustida. Masalan, men yurib o'taman. Yaxshi, uyga qarab ketamiz. Namuncha lazoritlar ko'p, bu yerda ham lazorit, u yerda ham lazorit. Mayli, bizning bugungi hozirgi maqsadimiz esa orolda borish. Ya'ni qishloqda temirda olib, lazorit tikalaymiz, oltin tikalaymiz, obsidian. Keyinroq olaymiz. Uni oldin uxlab olamiz. Yaxshi, ertalab bo'ldi. Toshdan aslahalar kiyishimiz keldi. Xo'sh, bu yerga kiramiz. Hammasini taxtalarga almashtiramiz.
Mana bo'ldi. Yaxshi, ortiqcha narsalarni bu yerga sog'lamiz. Xo'sh, endi bu yerga qanday qilib boraman? Topdim. Shaxtani kengaytiramiz. Bittalik shaxta menga chiqmayapti. 3 stack emas, 2 stack yani böyle. Bu nima bo'lgancha ketdi. Yo. Oldimda shimi? Oldimmi yana? Oldimmi? Afsus tushib ketdim. Ammaylam bir gap qilamiz endi. Xo'sh, hammasini kerak olaymiz. Yaxshi. Ammaylam olamiz. Tepaga chiqamiz endi. Yaxshi. Stop. Koordinatlarni bu yerga chiqib turibdi. Judayam g'alati. Olamiz, harflarni yasaymiz. Buni olamiz. Tayyorlaymiz. Ikkita olamiz. Hammasini joylaymiz. Faqat bittadan qoladi. Bo'ltani joylaymiz. Majidli bir pochtan bor kelamiz hali. Vaqtimiz ko'p, hamma yerga borib kelishga yetadi vaqtimiz. Tezroq 50 tami yoki 50 tadan ko'pmi obunachi chiqishimiz kerak. O'shandan keyin men ham jonli streamlar qilaman. Uning uchun esa sizlarning obunalaringiz kerak bo'ladi menga. Shuning uchun tezroq bizning kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Jonli streamlar qilamiz har bir haftada. Qara, hozir obunachilar nechta soni? Agar har obunachilarning 4 dan biriga oshsa, bitta jonli stream qilamiz. Ya'ni hozir obunachilari masalan 50 tami? Bittasini qildimmi? 50 ni 4 ga bo'laylik. 50 ni 4 ga bo'lib bilsangiz, o'shancha, ya'ni o'shancha obunachi bo'lgandan keyin yana bitta jonli stream bo'ladi. Xo'sh, yaxshi. Anchagina kengaytirdik. Bu yerda o'zimizga bitta uycha ham qilib olsak bo'ladi. Yaxshi, bu yerlarni ham nimalar, ya'ni to'g'ri bilan chiqamiz. Stop, qayerdaman? Tosh yerda bavran yaxshi. Ozgina fakirlar olib olay. Sandiq olamiz. Fakirlarni olib, yana qaytib shaxtaga tushamiz. Yaxshi. Bo'ldi.
Yaxshi, yana mana shu partiyani olamiz. O'sha qishloqqa qarab kovlay ketamiz. Keyin uydan hammasini tutib chiqib, temir to'pi bu Lazurit shahriga hujumga otlanamiz. Yaxshi. Qani unday ketdik. Lazuritlar deyman. Shaxtaga qilib ketaveramiz. Tepaga chiqamiz. Adashib ketyapman nimalar. Mana bu strelkani cho'qmayapti. Bir bala qilish kerak bu strelkani. No. Hamma aylam. Qayerdan pissin. Xo'sh. Tezroq temir topsa. Ayrim payti bu sariq belgicha qizilga aylanadi, ayrim payti sariqqa aylanadi. Aniq ma'lumot bermaydi. Mayli. Stop. Biza endi dragonni yo'q qilamiz deyman. Lekin bu yoqqa end portali qayerdan olamiz? Shuni ham yerda olmayman. Tabiiyki end portali o'zi paydo bo'lsa-da. Yoki qishloqda ichi bo'lsa-chi end portal. Uni hech kim bilmaydi. Bo'lsa agar omadimdan suyunib ketgan bo'lasdim. Qachon kechasi tushdi hamma aylam. O'tirib qurishda davom etamiz. Nima balo shuncha moblar keldimi? Voy bu. O'xti hali bor ekan. Xo'sh, endi buni bunday aylantiramiz. Bunaqasiga bo'lib, bunday chiqaramiz. Bunaqasiga ulaveramiz. Yaxshi. Tayyor bo'lyapti. Paket qo'yamiz. Moblar spawn bo'lmasligi uchun. Mana bunga o'xshagan moblar. Bir yo'lga spawn point qo'yib kerak. Fakel qo'ydim bu yerga ham. Bu yerga ham bitta fakel. Oppa. Yaxshi. Yana chiqamiz. Ancha joyga chiqib qo'ydik. Obunachilar. Xo'sh, yaxshi. Yerda olamiz. Opa. Shuncha zombi. Nima balo qishloqqa hech kim yo'qmi qishloqda? Qishloqda hech kim. Attenchi bu artefakt uyi. Nima senga artefakt uyida balabama zombilar. Hammaga olib chiqamen. Yaxshi.
balo bu yer endi kimni uyubi? O, qishloqi. Nima balo bu yerda zombi apokalipsis bor ekan. Endi bu yerdan qanday qilib qutulsam? Bular bilan jang qilaman. Kellaring hammang. Senlar bilan jang qilaman. Hammangni joq qilmaguncha qaymasmen. Kellaring, bitta kellaring hammang. Qishloqqa qochib qol. Bular hammasi men o'zim qilaman. Yaxshi. Qishloqqa qochdik, qishloqqa qochdik. Qoch, Creeper. Nima buncha zombilar to'das. Bolalar, bu yerda zombi apokalipsis. Men bu Creeper boshqana qaraydi. Spam bo'lmasligi uchun bu yerda bitta fakir qo'yaman. Uyda qanday qilib bulardan qutulsam bo'ladi? O'lishga to'g'ri keladi menimcha. O'lmaslik uchun o'lishimga to'g'ri kelgan, shuning uchun hamma narsalarni bu yerga qo'yaman. Biroq bo'lib o'tib tashlayman. Yaxshi. Qishloq hali senga qaytib boraman. Uxlaymiz. Ertalab bo'ldi. Tezroq qishloqda tinchlik bo'lgan bo'lsa, hamma narsalarni olaman. Ikkita toponni ham olamiz. Qishloqqa qarab ketamiz endi. Qishloqda lekin yomon ahvolda qoldik. Creeperlar bosib ketdi qishloqda. 4 atakli, ya'ni 4 jonli ekonomga Creeperdan 2ta zarbada yiqitaman. Zombilar ham shunday. Skeletlar ham. Hamma qishloqlarni golemni ham o'ldirgan bu zombilar. Zombilarni ko'rishga ko'zim yo'q. Lekin o'ldirishga qurollarim bor. Qani unda qurollar bilan zombilarni yo'q qilamiz. Hammaning. Marqa spawner bor ekan. Spawner lekin bombosh. Bombosh spawnerdan esa foyda yo'q. Hamma zombilar. O'zi bu yerda kim bitta qishloq va samonlar yurdi. O'zi bu yerda bitta qishloq bo'lsa ham omon qolganmi? Mana bu artefaktning do'sti qishloqning uyi. Edimi? Mana bunda sandiq. Faqat aqotda urug'lar. Hamma narsalar shu yerda tursin. Bu qishloq hamma narsalarni shu qishloqqa olib kelaman hozir. Ketdim. Hamma narsani olib kelaman. Bu qishloqni qaytadan bunyod etamiz. Bu yer tosh konimiz bo'ladi, ya'ni toshlar uchun tosh shaxtasi. Amarsan oldimmi qishloqqa oxirgi bo'lib kirgan uyimga borib yashayman yoki artefakt uyiga yoki kompakt uyiga. Qaysi bloger eng zo'ri bo'lsa, kompakt yo artefakt? Ikkalasidan bittasini yashashim kerak. Balki qishloqni uyga turarman. Lekin qishloqni men ko'proq yaxshi ko'raman. Kompakt yoki artefaktdan ham ko'ra. Chunki qishloqni eng yoqtirgan
o'yinchilardan biri emas, eng yoqtirgan o'yinchimdir. Wow, qishloqqa sentrik qolsan, yes! Qani qaraychi, nima tutib qo'ying. No, qishloqqa. Ya, yaramas, ko'mirxo'r. Hamaylim, bu yerda hamma narsalarni joylayman. Axir bu qishloqni uyi-ku. Desam, hozir bu qishloqni uyi emas. Qishloqni uyi bu emas, albatta. Kompot uyini oldidagi qishloqni uyi yashayman, g'ay. Mana qishloqni uyi. O'zim uyimdek qilib chiqaman. Ya'ni bu endi meni ilk uyim bo'lsa ham, mayli. Xo'sh, bu yerga hamma narsalarni joylaymiz. Ochib, hamma narsalarni joylashga kirishamiz birma-bir. Yaxshi. O'zimga hamma narsalarim kerakli. Bu verstak ham tursin. Bu ham turadi. Toshlar ham kerak. Yotoq kerak emas, bu kerak emas, bu kerak. Rishotkalar kerak emas. Bularni ham yemayman. Bular ham menga kerak emas. Bular ham kerak emas. Bu kerak. Xo'sh, bu ham kerak. Buni olib qo'yamiz. Patamiz kamon taxlaymiz. Ipam xuddi shunday ishlar uchun. Xo'sh, bu narsalarni craftimni joylayman. Check spawn point tayyor. Xo'sh, qo'yamiz. Bularni esa tashqariga chiroyli ko'rinadi. Buni ham shunday. Bu yerda yana bitta spawn point bo'lgan. Spawnni sindiramiz. Xo'sh, yaxshi. Spawnni sindiradi. Narsalarni joylaymiz. Yangi narsalarni kerak narsalarni o'tvoramiz. Xo'sh, yaxshi. Kerak narsalarni tozalab olaylik. 3 ta pechkaga bitta tan. Hozir saralab olay. Xo'sh. Saralab oldik. Zo'r. Xat qo'ydim. Xo'sh, bu yerda esa o'zimiz uchun o'tiradigan joy qilib tayyorlaymiz. Nima shunday bo'ladi. Xo'sh, bu yerda ikkita qo'yamiz. Bu yerda bunday qaytaramiz. Bu yerda ham bunday qaytarib qo'yamiz. Biz shotdan neti ko'rinar ekan. Ko'rolmayman uni ichiga. Hozir. Topdim. Shotdan qo'yaman. Tayyor. Bu yerda biz quyosh botishini emas, mana bularni tomosha qilib turamiz. Boshqa uylarni ham tinib ko'rishdi, o'zim yozib maslahat berdim va kompotchoni uylardan boshlashga qaror qildim. Oy, my god, kompot, muncha omadlisiz. Obsidian ham bor. Wow, oltin olma, sabzilar, egar. Kompot, sizdan zo'ri yo'q, bratim. Lekin siz o'zingizga turmayman. Wow, bo'lyaptimi? Jiyanim napasini eri. Shu hayra saqo'sa tushib ketsam, hamma narsalarni ayirasdim. Yana bir umr o'zimni kechirmasdim. Qaranglar, qancha narsalar topdim. Shimni qo'yamiz, bularni ham qo'yamiz. Xo'sh.
Oltin olma. Olib chiqamiz, yaxshi. Bu yerdan portal quramiz. Wow, brat, bo'lyapti, nima yasayapsiz? Wow! Demayman. Shu yerdan quraman. Bunday qo'yamiz. Bunday qo'yamiz. Olam qo'yamiz. Xo'sh. Tayyor. Portalga yetdi. Qoch. Bizga endi hamma narsalarimiz bor. Boshqa yo'lni tutib ko'rishni maslahat beraman o'zimga. Shuning uchun achchiq. Ya. Xo'sh, yaxshi. Qo'lchilar qishloqda. Men boshqa yo'lni tutib ko'rishim kerak. Mana bu yerda tintamiz. Yo'q. Bu yerda yaxshi narsa yo'q ekan. Yaxshi. Deyolmayman, chunki yaxshi narsa yo'q. Demak yomon. Bir normal shu kompot to'y ekan, şeyden normal narsalarni olib qo'yishadi. Ammo uyga kirsin, meni uyimga hech kim kirmasin. Qoch, uyimga kirma. Tur yo'qol, uyimga kirma. Bana qo'yadi, uyimga kiramen. Kechki nima yesam ekan? Go'shtlarni bu yerga qo'ysam, kechki yo'q, sabzi yeyman. Sabzi chunki foydali. Bo'yim ham past. Bo'yimni ham o'stirishim kerak. Sabzi yeyman. Xo'sh, bularni pechkaga qo'yamiz. Har biriga alohida pechka. Xo'sh. Bo'ldi. Sabzi yeymiz. Mazali sabzi. Wow, zombilar. Voy, yaramas villager. Yaxshi. O'zim uyimga yotishga qo'ymaysanlar. O'zim uyimga tinchlikdan. Yazon va pakalisku. Qishloqlarni himoya qilish kerak. Qishlog'imdan daf bo'llaring. Makemay, qishlog'imdan daf bo'l. Wow, qilich. Uroni kam ekan faqat. Qishloqlar, senlarni asrab qoldim. Yaxshimi? Ancha chuqur ekan-ku bu yer. Shu yashirin joylar yo'qmikan, ha? Wow, brat, nima bo'lyapti sizga? Bo'lyaptimi? Ishlaringiz yaxshimi? Qayerga borsam ekan? Yana bitta respawn point. O'sha 3 ta spawn point yo'qolib. Olmosdan qayerdan topaman men? Qishloqqa ham chiqib qoldim. Mamasidan qishloqqa olib keldim. Endi olmos qidiryapman. Xo'sh, olmoslar.
Almazlarını qidiryapman. Almazlar. Qayerga qo'ldinglar? Bugun hisobiga bir stak almas yig'masam bo'lmaydi. 3-qism hisobiga ya'ni. Va temirlar. Bo'ldi. Bugun hisobimizda almas kavlamaymiz. Faqat temir kavlaymiz. Chunki bizga temir ham kerak-ku. Shundaymi cho'chqa? Shuning uchun menga ko'proq temir kerak. Ana kechirasizlar. Xo'sh, bunga ahamiyat bermanglar. Nima telefon olaman? Nimasi yomon buni? Mana boshqa telefon olishim mumkin emasmi? Mana spam pointi. Yarim og'iz yagabayga. Seni ham bir dabdalasan chiqarib tashlandi. Oltinlar va ana almaslar. Chiqamiz. Yalmag'azo'ya boramiz, Yalmag'azo'dan bu yerga, bu yerdan esa bu yerga. O'ydat. Ay yaramas mal. Sen hali meni yo'q qilmoqchi bo'lgan. Ma. Yeah. Wall. Tezroq suvdaya kir. O, sandiq. Stop. Oy be. Ma. Tekin sen o'ldirdim. Shu hayratda sarqoz odam bo'lib ketasdan bilan daraxtni tezroq chopib tashlaymiz. Yalmog'iz uyini butunligicha yo'q qilamiz. Qonunda ketdik. Yolmog'iz. Yana spam bo'lgancha uyini Bismillah. Mana qilichim qani edi? Qayerga ketdi mana qilichim? Mana. Shunda qilichim mana. Mana shu qilichim. Hozir ana yaramas yalmog'iz zo'rga boray. Uni ikki bo'lak qilib tashlayman. Yaramas. Baba Yaga. Yaramas Baba Yaga. Seni men hali shoshmay tursa. O'zi 3tami, 4tami, 7tami, 8tami Baba Yaga deydinglar.
Hozir bitta ham qolmaysanlar, hammangni o'ldiraman. Yaramas babalar. Bu yerdan o'tamiz, bu yerdan sekin o'tamiz. Vana Baba Yagani yo'q qilamiz. Creeper. Menga sani borliging yo'qligingdan bir tiyinli qiziq yo'q. Qoch. Faqat qoch. Creeper bormi, faqat qochish kerak. Maki deymiz keyin. Hayır. Hoş, yaxshi. Gayalarimiz yeymiz. Olmaz franga. Tur, cho'qil botdan. Tur. Yaramas. Mana san degan men endi rahm qiluvdi. Yaramas. Endi rahm qilmayman. Qo'llasan tegmasaman, seni yo'q qilaman. Yo'qol, senga men yo'qol dedim. Yo'qoluvma, ko'zimga ko'rinma. Hozir men uni ko'ziga ko'rsataman. Baba Yagani. Mol! Sen yalmog'iz yaman ko'rsatib qo'yaman. Uyingni yo'q o'rmasammi o'zing bilan qo'shib? Maka. Masuka. Ma senga. Ma yepol. Ma senga. Hayır, sağ ol. Yiyemez orta olmadan. Mal. Nima bola yalmog'izlarni spavneri bor ekan bu yerda. Shu yerda yalmog'izlar spavn bor ekanda. Ma senga. Mana topdimmi? Spawnerlaring. Ma senga. Old olma. Yaramaslar, nimaga tugamaydi desam. Ularni yaramas. Spawner bor ekan bu yerda.
qilaman. Hammangni o'ldiraman. Yaramaslar. Yaramas mollar. Ma. Hammangni o'ldiraman sizlarni. Hammangga sanlanib. Hammangni yo'q qilaman. Hammangni. Maka yo'q ol. Yana bittami? Yo'q ol, ko'zimga ko'rinmay hech qaysing. Maka. Voy registratsiya kuchi ham bor ancha. Faqat cho'g'lim ham ketyapti bu yerda. Registratsiya kuchi ishdan chiqibdi. Polni bu yerdagi hamma yarmoqlarni quritdim. Narsalarni ham olishga ulgura olmadim. Xo'sh, yaxshi. Stop logging. Nima deyishing bu suvga? Xo'sh, yaxshi. Oh my god. Besh ay qoldi. Suv ekan. Shuncha narsa olaman debdi. Fakir olishtirdim men. Bunda ham beribdi. Men kim kelib yemaylar fakirdan.
Üç. Ramma efektler gitti. Odamni o'ldiraylik, o'n darajada yesan ha, skret. O'lasan bebirim, men bilmayman, o'lasan. Nima senga? Yaxshilab ko'raymiz. Biz bir stack olishimiz kerak bugungi seriyada. Lekin ustimga ham normalni bronja bo'lsa ham mayli, bir stack bo'lsa bir stack olaman. Ay be, bir stackdan daxil kaloriyman. Ketdim. Böyle. Shunchasi kalagamam yetadi. Keyin yana kelib turaman, kelish kerak bo'lsa. Qaraychi, ancha muncha kelib qo'yganman. Shu keraksiz narsani ayiraman, tashlaveramiz. Yaxshi, ketdik. Qaraydi, yalmog'iz uyda nima qoldi? Men kelganimdan keyin 3-marotaba qaytib kelganimdan keyin o'yladim.
Yettinchi. Bir necha bir stack nima ham kalib ketay ko'mir. Ko'mir ham kam qilib. Yaxshi. Bir stack. Go. Bir stackka olib oldim. Endi ketaman. Mana qishlog'im qani? Qishlog'im qani sen? Hozir qishlog'imga boraman, keyin esa lazuritni keyingi qism kovlayman. Besh lazurit. Keyingi qism qaraymiz lazuritlarni. Qo'ydik. Shu hayrat chiqamiz. Yaxshi. Opa sakraymiz. Qishloqqa qarab suramiz. Uyimga borib olay. Uyjonim, qanaysan? Topdim. Böyle uyimni topdim. O'tiraman. Bugun biza 10 muzlarni topdik. Va sam chiqqandan Nether'gacha kuchayib qoldim bilmasdan. Ha mayli. Bo'ldi. Keyingi qismda biz lazuritni, ya'ni Nether asraxalarni kuchaytirib Netherga qarab ketamiz. Qani unda keyingi qismgacha xayr.